Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash kasbiy rivojlanish asosi hisoblanadi. Mavzuyimiz rejalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi rejamiz o'z-o'zini baholash turlari va vositalari. Ikkinchi rejamiz kuchli va kuchsiz tomonlarni aniqlash. Uchinchi rejamiz esa o'z ustida ishlash va hamkorlik. To'rtinchi rejamiz tadbirlarda tajriba almashish, ya'ni har xil tadbirlarda tajriba almashish. Oxirgi rejamiz esa jamoada ishlash va hamkorlik, ya'ni maktab jamoasida ishlash ko'nikmalari. Rejalarimiz alohida keltirib o'tilgan, daftarlaringizga qayd etib olishingiz mumkin. Xo'p, shu o'rinda o'z-o'zini baholash faoliyati turlari va vositalariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi o'z-o'zini bilish, ya'ni o'qituvchining pedagogik mahorati doirasida ma'lumotlar qayd etilishi darajasi refleksiyaning passiv shakli hisoblanadi. Qiyinchiliklar va yutuqlarni shunchaki qayd etib boriladi. O'z-o'zini o'rganishning birinchi bosqichi. Keyingi bosqichda esa o'z-o'zini anglash, ya'ni faoliyatga metapozitsiyadan turib qarash, o'z-o'zini kuzatish, o'z-o'zini tashqi tarafdan kuzatish. Bunda sodir bo'ladigan kasbiy muammolar sabablari aniqlanadi va refleksiv men shakllanadi. Uchinchi bosqichda esa o'z-o'zini aniqlashtirish bosqichi hisoblanib, bunda kasbiy ehtiyojlar va imkoniyatlar asosida faoliyatni rejalashtirish, strategik, taktik va tezkor vazifalar shakllantiriladi. Haqiqiy va ideal men nisbatlanadi, ya'ni bir-biri bilan solishtiriladi. Keyingi bosqichimiz bu 4-bosqich hisoblanadi. 4-bosqichimizda esa o'z-o'zini rivojlantirish, ya'ni pedagogik mahoratni takomillashtirish, refleksiyalangan usullar va metodlarni o'sishi, optimal harakat usullari shakllantiriladi. So'nggi bosqichimiz esa bu o'z-o'zini nazorat qilish bosqichi, ya'ni doimiy ravishda nazorat olib borish, pedagogik faoliyat jarayonini nazariy va amaliy tajribalar asosida kasbiy jihatdan nazorat qilib borish va mahoratni takomillashtirish. Umumiy qilib olib qaraganda, o'z-o'zini tarbiyalash va faoliyatni tahlil qilishdan va o'z shaxsini takomillashtirishdan boshlanadi. O'qituvchi o'z ustida ishlashda yuqoridagi usullardan foydalanishi zarur ham hisoblanadi. Rejamizning keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu kuchli va kuchsiz tomonlarni aniqlashning samarali usullari. Birinchi usuli bu refleksiya va tahlil usuli. O'z darsini tahlil qilish orqali o'qituvchi samarali metodlar, rivojlantirishga muhtoj jihatlar va o'quvchilar bilan muloqot doirasini aniqlaydi. Bu tanqidiy fikrlarni rivojlantiradi, kasbiy o'sishga juda katta yordam beradi. Bunda o'qituvchi o'ziga berish mumkin bo'lgan savollar quyidagilar: qaysi metodlar samarali bo'ldi? Qanday natijalar oldim bu metodlardan? Qaysi jihatlar rivojlantirishni talab qiladi? Ya'ni qaysi darsimdagi qaysi nuqtalarni rivojlantirishim kerak? Qaysi nuqtalar sababli darsim biroz qiziqarsiz bo'ldi deb o'ziga savol berib, bu savollarning javobini topish kerak. Yana bir savol, o'quvchilar bilan muloqot darajasi qanday bo'ldi? Qay darajada o'quvchilar bilan samarali muloqot olib bora oldim? Ularni fikrini qay jarayonlarda eshita oldim? Qay jarayonda chetda qoldirdim? Shularni tahlil qilib, refleksiya qilib olishi mumkin. Keyingi usul esa psixologik va pedagogik testlar usuli. Ilmiy asoslangan testlar shaxsning temperamenti, kommunikativ qobiliyati va yetakchilik salohiyatini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi. Mutaxassis tavsiyasi asosida qo'llanilganda yuqori ishonchlilikka ega bo'linadi. Yana bir samarali vositalardan biri bu pedagogik kundalik va portfolio, diagnostik jadvallar va grafikalar, individual rivojlanish rejalari, turli xil so'rovnoma va anketa shakllarini keltirishimiz mumkin. O'z ustida ishlash rejasini ishlab chiqish bu bizdan quyidagi bosqichlarni talab qilishi mumkin. Birinchisi, bilimlarni mukammal egallash, ya'ni inson o'z ishiga, mutaxassislikka oid bilimlarni, mamlakat qonunlarini va ta'lim sohasiga taalluqli hujjatlarni puxta bilishi zarur va barcha yangi chiqayotgan qonun yoki ta'lim sohasiga taalluqli bo'lgan turli xildagi hujjatlarni doimiy ravishda o'rganib, bilib borishi zarur hisoblanadi. Keyingi bosqichda esa yangiliklardan xabardor bo'lish. Hozir aytib o'tganimdek,
o'z yo'nalishiga, o'z sohasiga aloqador bo'lgan, pedagogika, psixologiya va mutaxassislikka oid bo'lgan eng so'nggi yangiliklarni va tadqiqot va innovatsiyalardan doimiy xabardor bo'lish, ularni qo'llay olish, ularni o'rganish, izlanish, ular bilan tanishib chiqish, ular haqida qisqa bo'lsa ham bilimlarga ega bo'lishi zarur hisoblanadi. Keyingisi esa ilg'or tajribalarni o'rganish, ya'ni ilg'or va tajribali o'qituvchilarning mehnat faoliyatini o'rganish, ularni kuzatish, ulardagi metodlarni, ulardagi usullarni o'z ishlarida tatbiq etish. Keyingi bosqichda esa kasbiy mahoratni takomillashtirish, ya'ni pedagogik faoliyatga oid ko'nikma va bilimlarni puxta egallash, o'z mehnatini va qobiliyatini to'g'ri ishlata olish, o'z vaqtini, sarflayotgan vaqtini, o'z mehnatini qobiliyatdan kelib chiqib to'g'ri ishlata olishni bilishi kerak. So'nggisida esa o'z ustida ishlash va o'z-o'zini tarbiyalash, doimiy ravishda o'z ustida ishlab borishi, doimiy ravishda izlanishi, hech qachon to'xtamasligi, shaxsiy va kasbiy jihatdan rivojlanish uchun o'z-o'zini tarbiyalash mexanizmlarini ishga solishi zarur hisoblanadi. Kasbiy rivojlanishda o'qituvchilar hamkorligi juda muhim hisoblanadi. Ilg'or pedagogik tajriba bu pedagogika fanning yutuqlaridan, olimlar va metodistlarning tavsiyalaridan, boshqa o'qituvchilarning tajribasidan mohirona foydalanadigan o'qituvchining ongli faoliyatidir. Ya'ni yana nimani aytishimiz mumkin? Innovatsion tajriba. Innovatsion tajriba o'ziga xoslik va yangilik bilan ajralib turadi. O'qitish va tarbiyalashning shakllari, usullari, vositalarini ijodiy foydalanish asosida takomillashtiriladi. O'qituvchilarning hamkorligi, ilg'or tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirishga erishiladi. Bu o'zaro tajriba almashish va jamoaviy rivojlanishning asosi hisoblanadi. Xo'p, KRK va KRC tajribalarida o'zaro tajriba tadbirlarda o'zaro tajriba almashish. Bu nima? KRK bu klub va rivojlantiruvchi to'garaklar hisoblansa, KRC kursdan tashqari ishlar, seminar va tadbirlar hisoblanadi. Talabalarning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu tadbirlarda o'zaro tajriba almashish pedagogik jarayon samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Ya'ni bularda nimalarni ko'rib o'tishimiz mumkin? Seminar treninglari, davra suhbatlari, ochiq mashg'ulotlar, mahorat darslarini misol qilib olishimiz mumkin. Bularning barchasida ilg'or pedagogik tajribalarni taqdim etish va ularni o'rganish, o'zlashtirish, ular bilan tanishish, muhokama qilish, tajribalar almashishni olib borish zarur hisoblanadi. O'qituvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini mustahkamlash deganda biz jamoada, maktabda yoki bizning jamoamizda sog'lom pedagogik muhitni shakllantirish va ta'lim-tarbiya jarayonining uzluksizligini ta'minlash jamoaviy hamkorlikka bog'liq hisoblanadi. O'qituvchi o'z mehnatini ilmiy asosda to'g'ri tashkil etishi muhimdir. O'qituvchining kasbiy faoliyatini tashkil etishi bu o'z ishiga oid bo'lgan bilimlarni mukammal egallashi, qonunlar va ta'limga oid hujjatlarni puxta bilishi, yuqorida keltirib o'tgandek ilg'or tajribalarni o'rganib, doimiy ravishda kuzatib borishi zarur hisoblanadi. Hamkasblar bilan hamkorlik va sifat va barqarorlik omili quyidagi 4 bosqichlarda ko'rinadi. Ya'ni metodik birlashmalar faoliyati, ochiq darslar bilan o'zaro fikr almashish, pedagogik kengashlarda, refleksiv tahlil jarayonida o'qituvchi o'z ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar bilan bo'lgan muloqoti bilan birgalikda o'qituvchi va ota-onalar hamkorligini ham yo'lga qo'ygan bo'lishi kerak. Bu juda katta pedagogik ahamiyatga ega hisoblanadi. Ota-onalar bilan hamkorlik bu o'quvchi tarbiyasida muhim pedagogik shartlardan biridir. Maktab va oila o'rtasidagi uzviy aloqalar o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatli va ijtimoiylashuvini ta'minlash asosi hisoblanadi. Hamkorlik ko'nikmalarini mustahkamlash usullari keltirib o'tilgan. Bu yerda trening, refleksiya, o'z-o'zini baholash, kommunikativ mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, pedagogik vaziyatlarni misol qilib o'tishimiz mumkin. Ota-onalar bilan yoki jamoa bilan hamkorlik ko'nikmalarini mustahkamlashdagi usullarga
Shu bilan darsimizni